xodimlarni ishga olish, xodimlarni nazorat qilish, ularni KPI motivatsiyasi bilan ishlash, xodimlarni ishga olasiz, almashadi, ishga olasiz, almashadi. Sizga 5 ta 10 ta xodim kerak edi, 10 ta xodim oldingiz, bo'ldi. Sizga xodim kerak emas degani emas. O'zi 10 ta olish uchun 20 ta xodim olinadi. Bu videomizda Bittrex 24 navbatdagi qulayligi haqida bo'ladi, ya'ni Bittrex 24 HR moduli. Xo'p, bunda nimalarni ko'rsatib beramiz? Bunda ham xuddi shunaqa avvalgi videolarga o'xshab ekran zapisi ko'rsatamiz, чтобы sizlarda aynan o'zi qanaqa ko'rinishi qanaqa bo'ladi, da biz tushundik gapirishingizdan, lekin ko'rinishi qanaqa bo'ladi degan aytlik savollar keldi va bu har bitta tadbirkorga borib ko'rsatib berishimiz uchun tabiiyki nisbatan vaqtimiz ketadi. Chunki noldan tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Mana shu narsani oldini olish uchun quyidagi navbatdagi videolarni qilishga qaror qilganmiz. Bu videomizni tadbirkor va ish boshqaruvchilar, ya'ni Bittrex 24 tizimini joriy qilmoqchi, uni qanaqa o'zi funksionallari bor, qulayligi bor degan savolga javob topmoqchi bo'lgan ya'ni o'sha auditoriyaga manfaatli bo'ladi. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, o'zi mana HR deganda ko'pchiligimizning xayoliga xodimlarni ishga olish, xodimlarni nazorat qilish, ularni KPI motivatsiyasi bilan ishlash, misol uchun ichki kommunikatsiya kirib ketadi. Avvalgi videolarimiz hammasini meni nazarimda HR desa bo'lardi, chunki ichki kommunikatsiya ham, misol uchun vazifalar boshqaruvi ham, bu ham HR ga kirib ketadi. Endi Bittrex 24 da hozir videoda ham ko'rsataman, xodimlarni ishga olishdan tortib, ya'ni sizda tez xodimlar almashsa va aytaylik 10 ta, 20 ta, 30 bilmayman nechta xodimingiz bo'lsa va xodimlarni ishga olasiz, almashadi, ishga olasiz, almashadi. Mana shunaqa jarayon bo'lib, sizda HR bo'limi bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki bu sizga manfaatli bo'ladi. Chunki bu aynan xodimlarni xuddi sotuv jarayonidagi olib borish imkoniyati bo'ladi. Hozir videoda ham ko'rsatamiz. Xodim aloqaga chiqqandan boshlab, xodim rezyumesini ko'rasiz, telefon qilasiz, uchrashuv belgilaysiz, testoviy zadaniya berasiz, unga ishni taklif qilasiz, ishga chiqadi, to'liq ishlab ketadi. Mana shuncha etap bor, to'g'rimi? Mana shu etapni Bittrexda qilsangiz bo'ladi. Bo'lib ham sizga 5 ta 10 ta xodim kerak edi, 10 ta xodim oldingiz, bo'ldi. Sizga xodim kerak emas degani emas. Nimaga? Chunki 10 ta oldingiz, 10 ta o'zi 10 ta olish uchun 20 ta xodim olinadi. Ya'ni bitta xodim ishda qolishi uchun 2 ta xodim ishga olish kerak yoki 3 ta, ko'proq olish kerak, chunki to'g'ri kelmasligi mumkin. Yana qaytadan vaqt ketadi. Bu yoqda siz Bittrexda xodimlarni bazasini saqlab ushlab turish orqali utechkani yo'qotasiz, kamaytirasiz. Xodim ketyaptimi, bo'ldi, yangi xodim ertaga chaqirasiz. Xodim ishdan bo'shatib, yangi xodim ertaga ishga chaqirasiz. Misol uchun, bu o'sha ishga olish naym jarayoni. Endi xodimlar haqidagi ma'lumot, kim u, nima, qachon tug'ilgan, pasport danni, falonchi, mahallasidan spravka, hamma ma'lumot qayerdadir turishi kerak-ku, to'g'rimi? Qachongacha qog'ozda, qayerdadir chang bosyapti. Hammasi IT-lashayotgan bitta payt. Bittrex ichida bu mana hozir ko'rsataman sizlarga. Bittrex ichida bu har bir xodimingiz xodim ma'lumotlari ichida turadi, как anketa sifatida turadi. Xodimlaringiz qaysi bo'limda, qanaqangi org strukturada, uni pastida aytaylik bo'lim rahbarlari, uni pastidagi xodim bo'lim rahbarlari xodimlari misol uchun kim kimdan keyin turibdi, kim kimga bo'ysunadi. Shu hamma savollarga javobni bemalol o'sha Bittrex 24 HR da ko'rib olsa bo'ladi. O'zi haqidagi ma'lumotlari ham, misol uchun sherigi haqidagi, rahbar haqidagi ma'lumotlarni ham agar do'stlik bersangiz, Bittrex 24 mana shu modulda ko'rib turadi. Hamma xodimlar haqidagi ma'lumot, bo'layotgan suhbat, korxonadagi jarayon hammasi mana shu modulda, ya'ni Bittrex 24 ichida qilish imkoniyati bor. Qisqacha videoda tushuntiraman. O'shandan keyin sizlarda yana ham tushuncha paydo bo'ladi. Xo'p, endi amalda ko'rsatadigan bo'lsak, sizlarga Bittrex 24 haqida ma'lumotingiz bor. Avvalgi videolarda ham ko'rgansizlar. Har xil funksionallarni batafsil ko'rsatib chiqamiz va bugungi o'sha videoda avval ham aytganimdek, Bittrex 24 ni aytaylik HR moduli haqida gaplashamiz. Endi HR da ham har bitta etapda Kanban, ya'ni mana bunaqa etaplar bo'ladi, jarayonlar, to'g'rimi? Aynan o'zimiz tilda oddiy qilib tushuntirgan bo'lsam, xuddi mana bu yerda sotuv voronkasidagi mijoz aloqaga chiqqandan boshlab xarid qilish jarayonigacha misol bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda HR modulida kandidat aytaylik varianti tushib kelgandan boshlab, ya'ni hamma joyga reklama bergan HR direktor misol uchun yoki HR xodimingiz doimiy ravishda sizda xodimlar ishga olinadi, ishdan haydaladi, yangi xodim va hokazo. Va har bitta etapda agar sizda nima desa bo'ladi, quyidagi tizim, quyidagi etaplar, quyidagi ma'lumotlar saqlanmaydigan bo'lsa, har safar yangitdan reklama, har safar yangitdan xodimlar bilan
переговор, qayta va qayta, qisqasi oddiy narsa, lekin juda ham ko'p vaqtni olib qo'yadigan jarayon bo'ladi. Men hozir ko'rsatayotgan narsa bu HR xodimingiz uchun, HR direktor, HR mutaxassis va hokazo uchun juda ham qo'l keladigan narsa. Chunki men eshitganman, Excelda qilib yurishadi, qog'ozda qatladadir, ma'lumotlar saqlanmaydi, baza yo'q, yagona baza onlayn telefondan, kompyuterdan foydalana oladi. Xo'p, maqsadga qaytadigan bo'lsak, qisqa va lo'nda qilib tushuntiradigan bo'lsam, xuddi shunaqa sotuv voronkasi faqatgina HR uchun xodimni ishga olish voronkasi deb aytiladi. Xodimga ishga olish voronkasi, agar HR umuman nima qilish haqida ma'lumotingiz bo'lmasa, HR eng asosiy vazifalardan biri bu xodimni ishga olish. To'g'ri xodimni to'g'ri etaplardan, to'g'ri tekshiruvlardan o'tkazib ishga olish bo'ladi. Bu jarayon qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, bu jarayon quyidagicha bo'ladi. Hamma joyga reklama bergandan keyin kandidatlar bo'limiga xodimlarni bazasini kirgiziladi. Eksport import qilish imkoniyati bor tabiiyki. Va bu holatdan keyin quyidagi formatda xodimlarni har bittasini ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Misol tariqasida men ochib qo'ydim. Misol uchun mana Dilshod degan qiziqish bildirgan insonning profili, portfoliosi. Endi quyidagi holatda bizda nima ma'lumot bor? Dilshodning o'z ismi, raqami, yashash joyi, qayerda ekanligi, yoshi, avval ish joyi, ya'ni qaysi korxonada ishlagan, qaysi lavozimda, necha yil tajribasi borligi va maqsadi nima? Oylik daromadni oshirish. Rezyumesi va pasportini yuklab qo'yish imkoniyati bor. Xo'p, shunda nima bo'ldi? Xodim eski xodimlar ketdi, yangi xodim ishga olish jarayonida ba'zi shakllangan. Mana bu yerda oxirida muvaffaqiyatli etapi bor, bu yerda esa muvaffaqiyatsiz. Xodimlar bazasi birinchi etapda nima qilinadi desangiz, tabiiyki rezyume ko'rib chiqiladi. Ya'ni baza kiritib chiqildi. Endi har bitta xodim rezyumesi alohida ko'rib chiqiladi. Ya'ni o'sha rezyume deganda o'zingizlarning ma'lumotingiz bor. Rezyumeda kim, nima, qachon, qayerda, nima ishlagan, nima ish qilmoqchi, ma'no, maqsad va hokazo ma'lumotlarni yozib qoldirgan bo'ladi. Keyingi etap nima bo'ladi? Rezyume to'g'ri kelgandan keyin HR direktori buni qo'ng'iroq qiladi. Ya'ni mana shu xodim to'g'ri kelsa, rezyume to'g'ri kelsa, qo'ng'iroq qiladi. Qo'ng'iroq qilganda tabiiyki yana qo'shimcha o'zining savollari bo'ladi. Hozir biz test variantni to'ldirib chiqdik. Buni xohlagancha o'zgartirish mumkin. Ma'lumot o'laroq HR ga qanaqa udobniy, qanaqa savollari, qanaqa ma'lumotlar olish kerak bo'lsa, xuddi shunaqa o'zgartirib qo'shimchalik kiritish imkoniyati bor. Xo'p, qo'ng'iroq qildi, misol uchun knopkani bosdi, qo'ng'iroq qildi, hamma ma'lumotlarni misol uchun to'ldirib chiqdi. Kommentariy o'zi uchun yozdi. Bunga mana bunaqa narsa qiziq ekan, bu mana bunaqa narsa qilish kerak, mana buni va hokazo. Yoki bo'lmasa yana qayta bu nima desa bo'ladi? Xodim bilan bog'lanish uchun o'ziga vazifa belgiladi. To'g'rimi? Vazifa belgiladi. Xo'p, keyin nima bo'ldi? Keyingi etapimizda bizning suhbat kuni belgilanadi. Xo'p, nima bo'ldi? Yangi xodim vakansiyasi, rezyume ko'rdik, to'g'ri keldi, qo'ng'iroq qildik, ma'lumot oldik. Suhbatning kuni. Endi suhbat belgilandi. Suhbat kunida tabiiyki u kandidatni chaqirib suhbatlashiladi, talab takliflar etiladi, unga to'g'ri keladi, bunga to'g'ri keladi va hokazo. Agar u xodim suhbatdan ham agar yaxshi o'tadigan bo'lsa, suhbat o'tkazildi. Nimaga bu ikkita etap bo'lishi kerak? Chunki suhbat kuni belgilangandan keyin xodim avtomatik xodimga avtomatik SMS ketadigan qism bo'ladi bu yerda. Ma'lumot bor. Ya'ni sizga faloncha sanada mana bu yerda uchrashuv datasi, uchrashuv kuni va soatini belgilab qo'ysak, xodimga avtomatik SMS ketadi. Sizga falonchi korxona siz qo'ng'iroq orqali suhbatdan o'tdingiz, endi sizni uchrashuvga suhbatga taklif qilamiz. Offline uchrashuvga taklif qilamiz. Uchrashuv vaqti falonchi, joyi falonchi, soati falonchi. deb mana bu etapga o'tkazganda avtomatik xodimga avto SMS yuboradigan qilib qo'ysak bo'ladi. Bu xodim esdan chiqib qolishini hamda HR yana qayta eslatishni oldini oladi. Keyin nima bo'ladi? Uchrashuv belgilangandan suhbat o'tkazildi. Suhbat o'tkazildiga agar muvaffaqiyatli o'tadigan bo'lsa, tabiiyki test vazifa beriladi. Hech kim primoy ishga olinmaydi. Agar siz primoy ishga olayotgan bo'lsa, juda katta xato, chunki hozirgilar test qilib ishga olish kerak. Nima gap, nima so'z, to'g'rimi? Keyingi jarayonimizda test vazifa berganingizdan keyin tabiiyki nima vazifa berdingiz, qachon bajarish kerak, shu haqida ham ma'lumotlarni quyidagi kommentariyaga, misol uchun yoki bo'lmasa zadachaga belgilab qo'yasiz. Vazifaga qachon bajarish kerak. Ana shu paytda sizga ham eslatadi, u kerak bo'lsa u xodimga ham eslatadi. Ya'ni berilgan vazifani vaqtini belgilasangiz, u xodimga ham eslatish imkoniyati bor. Endi
va shu bilan birga yana mana bu yerda hozir написать первым клиенту degan Telegram bor. Men afsuski ulamaganmiz bu yerda testov akkaunt bo'lgani uchun. Telegram bosadigan bo'lsa, xuddi shu xodim bilan gap Telegramdagi bo'layotgan suhbat quyidagi kartochkaga saqlanadi. Ya'ni xodim bilan bo'layotgan suhbat mana shu yerda saqlanadi. Bu ham HR uchun juda yaxshi, qulay bir aytaylik qulaylik deb aytiladi. Xuddi shunaqa testovoy bajarildi, xodim tekshirib oldi HR direktor. Ana undan keyin finalniy suhbat bo'ladi. Hozir mana bu videomizni aytganimiz ish boshqaruvchilar, HR hamda biznes egalari uchun manfaatli. Chunki ish protsessi qanaqa ketadi? Shunchaki reklama berdingiz, xodim kerak deb ishga keldi, ish boshlandi emas. Shuncha etap bor HRda. Shuni bilib qo'yishingiz ham kerak. Finalniy suhbatda nima qilinadi? Sizga shuncha etapdan o'tdingiz, sizga taklif berildi va hokazo. Endi asosiy suhbat, qadriyatlar va hokazo hamma narsa haqida suhbatlanadi. Keyin tabiiyki final suhbatdan ham o'tadigan bo'lsa, sizga endi ish taklif qilamiz. Ishni summasi falonchidagi, falonchi vaqtda falonchi umumiy aytiladi. Taklif berildi. Agar u xodimga ham ma'qul keladigan bo'lsa, tabiiyki ishga chiqadi. Agar mana shu etaplarning har bittasida xodim prosta yo'bib qolishi yoki xodim qaysi etapdan qaysi etapga o'ta olmasligi mumkin, to'g'rimi? Mana shu holatda любой paytda сделка провалена, ya'ni kelishuv muvaffaqiyatsizlikka uchradi degan etapga o'tib ketadi. Hozir mana pastda ko'rmayotgan bo'lishi mumkin, chunki men ekranni noto'g'ri olib qo'yman, uzr so'rayman. Pastda mana bu yerda qizilda, mana qizil yonyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Bu o'xshamadi. Короче, bu kandidat bizga to'g'ri kelmadi. Shunda nima bo'ladi? Sizga to'g'ri kelgan va kelmagan ba'zi kandidatlar saqlanadi. Va nimaga to'g'ri kelmaganidan kelib chiqib, keyinchalik agar xodim ba'zida muammo bo'ladigan bo'lsa, yana ularga qayta bog'lanishi mumkin bo'ladi. Endi misol tariqasida aytaman. Xo'p, ishga chiqdi. Bo'l. Endi bu yoqda siz ishga chiqqan xodimlaringiz haqida polniy ma'lumot bo'ladi. Agar ishdan bo'shab ketadigan bo'lsa, bundoq bosadi, omadsizga o'tkazadi va nima sababdanligini belgilaydi. Dalsh yana qolgan xodimlarni xuddi mana shu etaplarga o'tkazish orqali kvalifikatsiya qilib, oxirida aytaylik ishga olish jarayoni bo'ladi. Har bitta xodimingizni keyin bir soniya ko'rsatib beraman, misol struktura. Quyidagi formatda qaysi bo'limda qaysi xodimingiz turganligini bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni buxgalteriyada, sotuv bo'limida, marketingda test mana ikkita ochib qo'ying. Qaysi bo'limda qaysi xodimlaringiz bor va u xodimlarning ichki aytaylik ma'lumotlar bazasiga ham dostupingiz bo'ladi. Mana bu yerda xodimlaringiz haqida polniy ma'lumot kiritib qo'yadigan bo'lsangiz, boya aytganimdek, xodimingiz haqidagi qayerdan nima, qayerda tug'ilgan sanalari, avval qayerda ishlagan, rezyumelari, pasport ma'lumotlari, 086 spravkalari bo'ladi, misol shuni hamma ma'lumot mashqga saqlasa bo'ladi. Va keyin u xodimingiz haqidagi ma'lumotlar, zada unga bergan vazifalaringiz, uni kalendardagi qachon nima qilish kerakligi, unga aytaylik o'zini diski, ya'ni o'zi uchun yuklab qo'ygan ma'lumotlar bazasi, lentasi, analitika, effektivnost, vaqti, otchetlar va hokazo. Qisqasi hamma ma'lumotlari bo'ladi. Va undan tashqari yana alohida videoim chiqyapti. Hozir ko'rsanglar bo'ladi, video qilganmiz. Bu xodim bilan bo'lgan suhbatlar Bittrex ichida hammasi qoladi. Undan tashqari chat, video zvonoklar ham bemalol qilsa bo'ladi. Xuddi Telegramni 100% o'rnini bosa oladigan korporativ tizim hisoblanadi. Xo'p, undan tashqari yana nima? Eng asosiysi org struktura, HR uchun yana nima? Xodimlarning ma'lumotlar bazasi. Quyidagicha mana сотрудникlar turibdi, polniy qaysi xodimni ishlamasligi ko'rib tursa bo'ladi. Bo'limlar bo'yicha mana ishdan bo'shatilgan, mana уволенный, ya'ni ishdan bo'shatilgan xodimlar bo'yicha misol uchun hamma ma'lumotlarni bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Shunda mana рабочий время, ish vaqti, ish otchetlari, grafik, qachon nima bo'lishi va hokazo. Ya'ni video konferensiyalar misol uchun xodimlar bilan bemalol video konferensiyalar qilsanglar ham bo'ladi. Endi bu ikkinchi anaqamizda nima edi, mavzuyimizga o'tib ketmayman. Bu video asosan HRlar uchun manfaatli bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Amaldagi to'g'risini har bitta bo'lim haqida soatlab gapirishimiz mumkin, lekin videoni boshida aytganimdek, men hozirgi bizning vazifamizni har bitta bo'lim haqida qisqacha lekin aniq va tiniq ma'lumotlarni berib ketish. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, hozir ham videoni oxirida aytamiz. Bemalol beraverasizlar. Mutaxassisga murojaat qiladigan bo'lsangiz, quyidagi etaplarni sizga sozlab, har bitta etapda avtomatik
bo'ladigan jarayonlarni nastroyka qilib, o'rgatib ishga tushirib berish imkoniyati bo'ladi. Xo'p, videoni davom ettiramiz. Shunga qo'shimcha tarzda yana bitta narsani aytib o'tish yodimdan ko'tarilibdi. Har bitta xodim pochta orqali qo'shiladi. U pochtaga kodni o'zingiz belgilaysiz va u xodim ishdan bo'shaganda avtomatik tarzda uni chiqarib tashlab, boshqa xodimni qo'shish imkoniyati bo'ladi. Hech qaysi xodimda sizning ma'lumotlar bazangiz qolib ketmaydi. Bu haqida xotira olish kerak emas va yozishmalar, tashalgan ma'lumotlar, aytaylik yoki bo'lmasa umuman baza, dokument va hokazo hammasi quyidagi Bittrex 24 ning ichida saqlanadi va aytaylik hech qanaqasiga tashqariga chiqib ketmaydi. Shunaqa ma'lumotlar. Xo'p, videoni ko'rdinglar. Menimcha sizlarda tushuncha paydo bo'ldi. Ya'ni bugungi videomizdan maqsad ham qisman sizlarga tushuncha berish edi. Ya'ni bu o'zi qanaqa modul, nima funksionali bor, nima qulayligi bor, kimga to'g'ri keladi, kimga to'g'ri kelmaydi. Mana shu savollarga javob berish edi. Agar siz hozirgacha videoni ko'rgan bo'lsangiz, demak siz avtomatlashtirishni o'rganishga yoki biznesingizni tizimga solishga tayyorsiz. Va bu holatda biz sizga ikkita taklif bera olamiz. Birinchisi mentorlik, ikkinchisi xizmat. Xizmatimizdan boshlaydigan bo'lsangiz, xabaringlar bor. Bizda AmoCRM, IP telefoniya, Bittrex 24 tizimlari mavjud. Aynan bu xizmatlarni bizdan oladigan bo'lsangiz, biz sizga noldan bu tizimlarni joriy qilib, xodimlaringizni tayyorlab o'rgatib va tabiiyki ertaga поддержка, ya'ni savollaringizga javob beramiz. Bu bir. Ikkinchisi, agar bu tizimni u yoki bu korxonaga o'zingiz joriy qilmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingiz korxonangizni avtomatizatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni tushunib, anglab, o'zingiz boshdan oxirigacha boshqoch bo'lishni xohlaydigan bo'lsangiz, aynan bu holatda shaxsan o'zim men sizga Bittrex, AmoCRM yoki IP telefoniya uchalovidan bittasini xohlaganingizni o'rgataman, tushuntiraman va korxonangizni joriy qilishga yordam beraman. Buni eng qulay tarafi, siz tizimni ildizini tushunasiz, o'zingiz tushunganingizdan keyin xodimlaringizga tushuntirishga ham oson bo'ladi. Va agar siz mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz, bu xizmatlarni sotib xuddi bizga o'xshab daromad qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Savollar bo'ladigan bo'lsa yoki qiziqayotgan bo'lsangiz, menga Telegram orqali bog'laning, xabarlashamiz. Va qisqa vaqt ichida bunga erishdik degan umiddaman. Agar siz ham korxonangizga Bittrex 24 mana shu joriy qilmoqchisiz, mayli CRM bo'limini, mayli xodimlarni boshqarish uchun farqi yo'q. Kichik, o'rta, katta bizneslarga bemalol to'g'ri kelib ketaveradi. Biz bunda sizga konsultatsiya beramiz, o'rnatamiz, o'rgatamiz, поддержка qilamiz. Korxona Bittrex 24 150 dan oshiq loyihalar, savollar bo'lsa kommentariyada yoki prямой telefon qilsangiz bo'ladi. Shaxsan o'zim ko'taradigan bo'lsam, sizga tabiiyki chin dildan maslahat beramiz, tavsiya beramiz, o'rgatamiz, tushuntiramiz, yo'l yo'riq ko'rsatamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'ling.